Anqoning urug'i menga qarindosh, dard to'lib ketganda topilmas sirdosh, nokasi nomardga hech egmagin bosh, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Ilk qadam tashladi to'g'ri yo'lida, yeru ko'k aylanar sening ismingga, marhamat aylabon ojiz qo'lingga, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Farzandlar sarasi ko'ngli oq sodda, kechagi arazi qolmaydi yodda, so'rayman duolar qilib bomdodda, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Qarisam hol so'rab yo'qlab kelguvchim, qadrimni har nedan ustun bilguvchim, mendan so'ng izmimdan duo qilguvchim, qizimning baxtini bergin Xudoyim. Assalomu alaykum qadrdanda qadri baland azizlarim, sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomoniga yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Mirzayeva Gulnozaxon go'zal qizimizni Mehri daryo onajonisi Dilnozaxon opamiz nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizga Mirzayeva Gulnozaxon qizimiz kerak edilar. Aha. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz yodgorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Qolaversa kirib kelgan yangi yil xonadoningizga baxt, omad, quvonch, shodlik olib kelgan bo'lsin. Rahmat, kattaman. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Dadam yoki opam. Aynan kim deb o'ylaysiz? Bilmayman, o'shalar uydagilar shunday qilishi mumkin. O'zim yordam beraymi? Mayli. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan va sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, dadajoningiz Komiljon akamiz, opajoningiz Shoiraxon opamiz, go'zal singillaringiz Go'zalxon, O'g'layxon, Shahloxon va eng asosiy tabriklarni yo'llagan Mehri daryo go'zal onajoningiz Dilnozaxon opamiz tabriklamoqdalar. Ayamam tabriklayman do'stlar. Endi esmaganlar. Xursand bo'ldingizmi? Ha, rahmat kattaman. Jonlari sog' bo'lsin. Kutganmidingiz? Yo'q, resmi kutmadim. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Sovg'ami? Yo'q, sovg'a shart emas. Jonlari sog' bo'lsa bo'ldi. Ey, yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ilohim barcha niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman, maylimi? Marhamat, diqqat bilan tinglang. Qizim, baxt iqbol hamrohing bo'lsin. Yurgan yo'llaring gullarga to'lsin. Baxtingni ko'rib ko'zlar quvonsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, men uchun qadrli va mehri o'zgacha bo'lgan bebahoyim, jannatimning guli, munisim, mehribonim, beg'uborim. Seni bugungidek go'zal ayyom bilan barcha yaqinlarimiz bilan jam bo'lgan holda muborakbod etamiz. Senga Allohimning go'zal kunlarini tilayman. Ilohim umring uzoq, tani joning omon bo'lsin. Alloh bergan umrni doimo yaxshiliklar bilan, yaxshi insonlar davrasida o'tkazgin. Sendek qalbi toza, mehri o'zgacha bo'lgan farzandim, dilbandim borligiga Allohimga behisob shukrlarim bo'lsin. Alloh har bir oningni baxtlarga to'ldirsin. Inshaalloh Robbimning bayti go'zal Ka'batullohga qayta va qayta borguvchilar qatorida qilsin.
Sen dunyoga kelgan kun mittigina qo'lchalaring tutib, shirin yuzlaringdan o'pib, yo Rabbiy, menga sendek go'zal qiz farzand bergani uchun Allohimga qayta va qayta hamd va sanolar aytganman. Doimo sendek farzandim borligidan faxrlanaman. Allohim mana shu aziz joningni yomon ko'zlardan asrasin. Ilohim yuzi yorug'lar, toli balandlar qatorida qilsin. Allohim seni bandam desin. Jonim bolam, ilohim otajoning ikkimizni jannatlarga yetaklovchi qizim bo'lgin. Allohim senga ikki dunyo savobi saodatini nasib qilsin. Dunyodagi eng baxtli qiz bo'lgin. Go'zallikda tengi yo'q go'zal malikam. Alloh bergan mo'jizasan, nurli yuzim. Senga boqsam quvonchlardan to'lar ko'zim. Boqishlaring, qaysarliging xuddi o'zim. Robbim bergan omonatim, jonim qizim. Qizaloqim, bunchalar ham beg'uborsan. Alloh bergan jannatiy hur malaksan. Ming bor shukr baxtimizga o'zing borsan. Jannatlarga yo'lak bo'lgan jonim qizim. Bir kun qarib qo'llaringdan tuta olmasam, onam deya erkalatib o'pgin yuzim. Gunohim ko'p, jannatlarga yeta olmasam, jannat tomon yetaklagin jonim qizim. Mehr bergin, kutavermay mehrga zor. Porlab turgan quyoshimsan. Yuragimda senga aytar so'zlarim bor. Baxtimga sen omon bo'lgin jonim qizim deya Mehri Daryoni joningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Onajoningizga va barcha yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat kattakon, mana shunday ertalikdan tabriklab eslagani uchun jonlari sog' bo'lsin. Biz qizlar baxtiga shu sog'lom bo'lsin har doim. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim barcha niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni tark etmasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog' omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat, salomat bo'ling. Kirib kelgan yangi yil barchamizga qutlug' bo'lsin. Xo'p, rahmat. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Salomat bo'ling. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang. Biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.